Farzandingiz bilimli, aqlli, omadli va baxtli bo'lishini istaysizmi? Unday bo'lsa, bir nechta tavsiyalarni sizga bermoqchiman. Yosh onalar diqqatiga, farzandingiz bilan uning bolalik chog'ida ko'proq shug'ullaning. O'zi farzand tarbiyasida har bir yosh davri muhim ahamiyatga ega, lekin 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan davr o'ta muhim hisoblanadi. Bu davrda bola hamma narsaga qiziquvchan, o'rganishni istaydigan, qilaman, bajaraman deydigan vaqti bo'ladi-da bolani. Mana shu paytda, hurmatli onajonlar, farzandingizga maksimal vaqt ajratib, u bilan ko'proq bo'lishga, u bilan ko'proq vaqt ishlashga, mana shu barmoqchalari bilan, qo'l motorikalari bilan nimalardir o'yinlar o'ynashga, yasashga, uy ishlarini qilishga harakat qiling. Bekorga bog'chada bolalarga o'sha har kunlik mashg'ulotlarda aynan o'sha qo'l motorikasidan ishlanadigan vazifalar berilmaydi. Bu paytda mana shu qo'lchalari bilan bola ishlaganda, uning miyasi, miya neyronlari yaxshi rivojlanadi. Demak, farzandingiz bilan ko'proq birga bo'ling, farzandingiz bilan ko'proq rasm chizing, qum o'ynang, plastilindan narsalar yasang, o'sha qo'llarni ishlatadigan mashg'ulotlar bajarishga harakat qiling. Uy ishlarida ham mana shu 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalaringiz bu kichkina, bu qilolmaydi, bu sindirib qo'yadi, bu chala qiladi degan fikrdan yiroq bo'ling va unga o'sha uni yoshiga mos ishlarni buyurishga, shu uyda nimadir ishlarni qildirishga harakat qiling. Birga bola bilan uy ishlarini ham qilishingiz mumkin bu davrda. U bilan ko'proq suhbatlashing. Bu davrda bola pachimuchka bo'ladi, juda ham ko'p savol beradi. Savollariga to'liq javob berishga harakat qiling. Shunda bolangiz o'sha savollarga to'liq javob berganingizda o'ziga bo'lgan ishonchi va dunyoga bo'lgan ishonchi kuchliroq shakllanadi mana shu davrda. Demak, u bilan birga ko'proq vaqt o'tkazishga harakat qiling.